alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh aviakassasini mijozlarini mana chegaraga olib keldik. Sankt-Peterburgdan Samara shahriga kelishdi. 22 bilan kechki soat 21:05 da Pobeda reysi bilan chegaraga olib borib, mana o'zi Samara shahriga yetib keldik. 10 soat qoldi. 10 soatga ko'p. Mana akani kommentariyasi nima desa aka? O'zi aka, Молодец. Oborib olib kelib, biroq hech problemasiz. Zo'r. Tavsiya qilaman hammaga. Abdulloh aviakassasini postoyanno olasizmi dedi? Ha, postoyanno ishlayman dedi. Rozimisiz aka? Qiynab qo'ymadingmi? Tavsiya qilasizmi aka? Bir sutkaga o'rganasiz-a? Akam siz nima deysiz? Shu kishining gaplariga qo'shilamiz aka. Sakoni shotga bosib keldik. Ha, gostinitsaga joylashtirib qo'yapmiz inshaalloh. Hamma borib keldi. Akalar sizlardan qiyinchilik bo'lmadimi? Halollaring bo'lsin. Ha, men aytganingiz kelsin. Vatandoshlar bemalol keladi.